Assalomu alaykum developerlar va bo'lajak developerlar. Men oldingi darslarimda mana shu bir zaifliklar haqida ma'lumot beraman degan edim, to'g'rilashni yo'lini o'rgataman degan edim. Hozir mana bu zaifliklar mana bu kutubxonalarning eskiligi sababli bo'ladi. Ko'pchilik npx orqali React install qilganda mana shu kutubxonalar eski versiyalar yuklanib qoladi. Shu sababdan bo'ladi. Hozir mana biz JSONga buni yangi versiyalari bu. Olib kelib, mana shu yangi versiyalarni o'rnatish haqida buyruq beramiz. Hop. Mana. Hop, mana. Mana shuni yozib olganimizdan keyin mana shu kodni terib yangilashga buyruq beramiz. Boshlandi mana. Yangilanish. Hop. Kompyuterga qarab 2 daqiqadan где-то 20 daqiqaga vaqt ketishi mumkin. Kompyuterda kuchli yoki kuchsizligiga qarab vaqt ketadi. Mana yangilayapti. Mana yangilanishdan keyin o'sha zaifliklar bartaraf etildi. npm git sec bu yangi zaiflik. Buni hali bartaraf etish bo'yicha kutubxonadagi zaiflik aniqlangan, lekin hali buni bartaraf etish bo'yicha yangi versiyasi chiqmadi, meni bilishim bo'yicha. Hop, mana shu tamom. Mana shularni yozib olasizlar, shu kutubxonalarni yangi versiyaga o'tkazish bo'yicha.